Kechirasiz, sizni ayolingiz tug'ilgan kunimi? Ha. Shotisiz to'laysizmi? Katta qo'lang to'laydi, men to'layman. Qancha bo'ldi? $1300 bo'pti aka. Nimani go'shtini yedi bular? Otnikini. Endi patida bu. Ya patinggachi, bor yo'qol. Sog' bo'ling. Ko'k ketaylik. Ota, bugun men tug'ilgan kunim. Voy, yo'q, bugun adang. Havo. Tum zo'r bo'pti, nima ajoyib. Boring mollarni tagini tozalang. Mol. Ay? Larni tagini tozalab kelayin. Ha, suv bering. Beraman. Ota, sen tug'ilgan kuningda $1300 ketdi, ha, patingga. Aytmoqdim, zo'r bo'ladi. Menikini nima qilamiz? Siznikini vobshe zo'r narsa o'ylab qo'yibman. Zo'r bo'ladi siznikan. Qanday narsa, nima bo'ladi? Kechki payt bitta chotki qilib ko'tir barak pishirib beraman. Turqing qursin. Xotin. Voy, hay. Hay. Shu mana ham o'rtoqlarimga bugun bir partiyani bir o'tirishchami qilib bersammikan? Hazillashdim. Hech qachon bizda tug'ilgan kun bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Faqat sizlarniki partiya bo'ladi, vechirinka bo'ladi. Biz erkaklar odammi? Tug'ilgan kun qilasizmi? Tavba qildim, qilsam agar o'lay agar. Ko'tir barak yeyman men, ko'tir. To'xtating shu zamonni, bugun tug'ilgan kuni.